Sizning tumaningiz qanday ma'no anglatishini bilasizmi? Shovot tumani. Tumanlar ichida Shovot nomining kelib chiqishi yuzasidangina aniq bir fikr, ilmiy xulosa mavjud. Abulg'ozi Bahodirxonning o'g'li Anushaxon 1681-1682-yillarda Xonqa qalasidan 7-8 kilometr yuqoriroqdan Amudaryodan oqib keladigan 160 kilometrlik Arna kanal qazdiradi va Arna bo'yida qala qurdiradi. Xalq esa Arnani ham, qalani ham Shoh obod qildi deya Shohobod deb atashadi. Tarixdan bilamizki, Xorazmda hukmdor bu paytda xon deb atalgan. Ammo unda Anushaxon qazdirgan kanal va barpo ettirgan qala nega Shohobod deb atalgan deyishingiz mumkin. Buning sababini tadqiqotchilar Anushaxon tomonidan Eronning bir qismi zabt etilishi va Mashhadni o'zining ikkinchi poytaxt qilishi, Eronni qadimiy Xorazmshoh nomi bilan idora qilishi bilan asoslaydilar. Shundan so'ng Xorazm ahli ham uni bora-bora shoh deb atay boshlaganlar va u qurdirgan qala, qazdirgan kanal ham Shohobod nomini olgan. Ma'lumot o'rnida qayd etish lozimki, Shovot 17-asr Anushaxon davri bilan bog'lansa-da, bu hududda Voyangan, Manok, Tuproqqala, Kattqala singari qadimiy manzillar bo'lgan. Xorazm xonligi davrida esa Manok alohida, Shovot, Shohobod alohida beklik bo'lgan. Mazkur videoni shovotlik do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Bizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang.